Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab bo'ldik. Bugungi adresimiz Jizzax shaharining o'ziga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mebelimiz faqat rangi o'zgargan. O'sha narxi arzon, sifati kuchli mebellardan bittasi. Faqat rangi o'zgargan buni. Buni oqi bor bizda, asosiy ko'p ishlatiladigan. Hozirda bu yangi chiqqan rangdan qilingan. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Material kelayotgan bo'lsak, material 100% rossiyskiy laminatdan bo'lgan. Materiali tumbalarning holati, mana bu Z qismi ko'chib ketmaydigan to'g'ri ishlatilgan. Mexanizm 100% vakuum mexanizm. Bunda ham tremod eshigi, eshik hafta eshigi bari mexanizm vakuum. Divan 210 ga 170 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qo'yib beramiz. Faqat pulida razницasi bo'ladi. 800 ming 1 milliongacha razницasi bo'ladi. Tremodga keladigan bo'lsak, 4 ta tortma hamda mana bunday eshikchasi bor. Eshikchasining ichida polkalari, tortmalari sig'im ancha katta ishlangan. O'shaning uchun ikkita ruchka qo'yilgan bunga. Mana bu ichki holat. Endi oynalarga keladigan bo'lsak, oynalar mana bu qismi charxlangan, farset bo'lgan. Mana bu farset bo'lgan. Mebelimiz, shkafimiz 240 razmeri, balandligi 215, 217. Endi shkafimiz rangida 4-5 xilgacha tanlovlar bor. Ichki holati klient xohishi. Mana bu ikki qismi uzun kiyimlar uchun, o'rtasi polka, pastda ikkita tortmasi bor. Bu klient xohishiga qarab o'zgartirib, xohlovchilar uchun patologgacha ham qilib beramiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Shuning uchun biz xohlagan rangingizdagi, xohlagan tur, xohlagan rasmiy qilib bera olamiz. Siz o'zingiz bir fason tanlasangiz ham uni ham yasab beramiz. Sabab siz sexdan olgan bo'lasiz birinchi qo'l. O'shaning uchun aytgan razmeringizni ham qilib bera olamiz. Endi biz